O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 177-sonli farmoniga asosan Uskosmos agentligi bilan hamkorlikda ekologik huquqbuzarliklarni muayyan vaqt rejimida aniqlash yo'lga qo'yilgan. Shu jumladan dala maydonlarida somonpoyalarning yoqilishi bilan bog'liq holatlar ham hozirgi kunda Uskosmos agentligi bilan hamkorlikda aniqlangan ma'lumotlar bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jumladan joriy yilning bugungi kun holatiga respublika bo'yicha 7000 dan oshiq fermer xo'jaliklari va boshqa tadbirkorlik subyektlariga ogohlantirish xati tarqatilgan. Bugungi kunda Uskosmos agentligi tomonidan aerokosmik suratlar tahlil qilinib, tizim bo'yicha platformaga joylashtirilgan. Somonpoyalarning yoqish holatlari bo'yicha 744 ta holat joylashtirilgan. Ushbu holatlar hududiy ekopolitsiya xodimlari tomonidan joyiga chiqib o'rganilganda, bugungi kungacha 172 ta huquqbuzarliklar bo'yicha 200 milliondan oshiq ma'muriy jarimalar va 500 milliondan ortiq yerga yetkazilgan zararlar hisob-kitob qilingan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududlar misolida olinganda Andijon viloyati bo'yicha 348 ta, Surxondaryo viloyati bo'yicha 95 ta, Toshkent viloyati bo'yicha 127 ta asosiy ko'rsatkichlarni tashkil qilmoqda. Ya'ni ushbu hududlarda nazorat tadbirlari bugungi kunda kuchaytirilgan tarzda olib borilmoqda. Huquqbuzarlarga nisbatan ta'sirchan choralarni ko'rish bo'yicha hududlarda ekopolitsiya xodimlari tunu kun reyd nazorat tadbirlarini olib bormoqda. Shu o'rinda so'rab qolardikki, fuqarolar va yuridik shaxslar tomonidan g'alladan bo'shagan maydonlarda somonpoyalarni yoqishni oldini olish choralarini ko'rishlarini, agar bunday holatlar aniqlanganda ekologiya qo'mitasining ishonch raqamlariga yoki Telegram bot manzillariga murojaat qoldirishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, ushbu huquqbuzarliklarni sodir etish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 88-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy jarima solishga hamda g'alladan bo'shagan maydonlarda somonpoyalar yoqilishi natijasida yerlarning unumdor qatlamiga yetkazilgan zararni hisob-kitob qilishiga olib keladi. Somonpoyalarning yoqilishi oqibatida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 88-moddasi 3-qismiga asosan ma'muriy jarima hamda tabiatga yetkazilgan zararlar yuqoriligi aniqlangan holatlarda jinoiy javobgarlikkacha choralar qo'llaniladi.